O'ta keskin gapirdim, ha. Qattiq gapirdim, chunki ba'zi yumshoq gaplar o'z natijasini bermagan edi. Va bu keskin gapni gapirib, videoni qo'ydim, uxladik. Xuftondan keyin dedi. Ertalab bomdodga tursak, telefonimiz yonyapti. Endi rezonans beribdi, hamma yoqda baqir-chaqir, to'polon janjal bo'lib ketgan. Qarshi taraf Yulduz Usmonova tomonidan ancha harakatlar bo'ldi. Tahdidlar, ya'ni menga nisbatan men tahdiddan ya'ni xavotir qiladigan odam emasman, chunki qadarga iymonim bor. Iymoni qadar bilan, qadardagi yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga iymoni bor odamni qo'rqitib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqadi? Bo'lgani Allohdan bo'ladi. Boshimizga nima kelsa Allohdan bo'ladi. Buni biz aniq iymonimiz bor, qo'rqmaymiz shunga hech kimdan. Qo'rqish Allohdan bo'ladi. Bu eng yaxshi yutuq.